Yüz Yilliq Marafon. ئاپتورى مايكىل Pillsbury. 10. bab. Agahlandırış oqi. Ming anlığandan bir ko'rgan a'la. Xitoy xalq maqoli. 1. qism. 2013 yılı qo'yilgan ýىللىق kuchi nomli filmning boshlanishida olam uchquchilarning rolini olgan Sandra Bullock va George Clooney Houstondagi bosh shtabdan kishini bearam qildigan bir uchur topshirib oladi. Uchurda deyilishicha, Ruslar Amerikaning xizmatdan to'xtagan bir sun'iy hamroyiga qartib boshqurildigan bomba atgan. Partlaşdan kelib chiqqan qaldiqlar jonga zamin bo'ladigan zanjirsimon reaksiyalarga sabab bo'ladigan bo'lib, bu qaldiq parchalar Amerika osmon bo'shlig'iga qarab siljimoqda ekan. Hubble olam teleskopini remonat qilish vazifasi hayot-mamotlik urushiga olmishidi. Oxirida Bolk rolini olgan personaj Xitoyning odamsiz olam bo'shliqi markazidagi bir olam bo'shliqi uskunasining yordamida uyga qaytib keladi. Olqish sadolardan sirt filmdagi reallikdan chatnigan elementlar haqidami ozdur, ko'pdir shikoyatlar bor edi. Bu sohadagi kasbiy kishilar bu haqda shundoq deyishdi. Sırtqı yüzünün kerilish kuchi sabablik Bolkning ko'z yoshlari uning yuzida sirg'imasligi kerak edi. Uning Hubble bo'shliq teleskopidan yo'lga chiqib, xalqaroliq olam bo'shliqi punktida to'xtab, ondan Xitoyning olam bo'shliqi punktiga bora olishimi mumkin emas. Chunki bu o'sh sistema o'xshamagan orbitalarga joylashgan. Buningdan sirt, bo'liq badaniga dal keladigan ichki kiyim kiyishning o'rniga zak taqib olishi kerak edi. Ya'ni filmdagi reallikqa uyg'un bo'lmagan nuqtalar to'g'risidagi baholar hammadan ko'p bo'ldi. Lekin bu filmda bir oz o'ylanib beqishga tegishlik boshqa masalalar bor. Bu masalalar filmning reallikdan chatnab ketishidan bakrak Yüz Yilliq Marafonga munosabatlik bo'lishidir. Aldı bilan Sandra Bullock rolini olgan olam uchquchisining Xitoyning olam bo'shlig'i punktiga kirishiga hargiz ijozat berilmaydi. Xitoy injenerlari o'zining sistemasini loyihalaganda uni qasdan Amerikaning olam bo'shlig'i sistemasi bilan bog'lig'ili bo'lmaydigan qilib qurib chiqqan bo'lishi mumkin. Ya'ni ular Xitoyning olam bo'shlig'ida Amerika bilan faqatla hamkorlashqisi yo'q. Ikkinchidan, Rossiya azaldan kinoda tasvirlangandek o'zining sun'iy hamroyiga qartib boshquriladigan bomba qo'yib bergan emas. Ammo Xitoy 2007-yili bu ishni qilgan. Ya'ni ular quruqliqdan qo'yib beriladigan boshquriladigan bomba. Ular bu qurolini bir kuni Amerika sun'iy hamrohlariga qarshimi ishiltishi mumkin. Orqaliq o'zining tashlandiq havorayi sun'iy hamroyini pochaqlab etgan. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining doklatiga ko'ra, Xitoyning shu qitimliq siniqi nurg'un davlatlarni tashvishga solgan. Shundaqla bu sınaq sabablik paydo bo'lgan sun'iy hamroh qaldiqlari boshqa davlatlarning olam bo'shlig'idagi uskuna asliyalariga tahdid shakllantirgan va insoniyatning olam bo'shlig'idagi uchishlarini xatarga uchratgan. Xitoy Amerika istixborot doiralariga o'zlarining boshquriladigan bomba qo'yib berdiganligi haqida ogohlantirish bermayli qolmasdan o'zining sun'iy hamrohga qarshi hech qanday programmasi yo'qligini izchil ta'kidlab kelgan. Xitoy talvilik qilib, tarixdan buyanqi ko'lami eng cho'ng, eng xatarlik olam bo'shlig'i xarobasi shakllantirdi. Ammo filmda ayblashga uchirg'ini Rossiya bo'ldi.
bu xil burmalashning natijasida "Ig'irlik kuchi" degan bu filmda Xitoy qahramondek, Rossiya bo'lsa mushtum zo'rdak ko'rsatildi. Mazkur filmning avtorlari olam bo'shliqida yuz bergan va yuz berishi mumkin bo'lgan ishlarni burmalab ko'rsatishga xeyli zo'r kuch sarf qilgan. Lekin buning bak hayron qolg'uchiligimi yo'q. Chunki filmda Xitoylar muvaffaq, ya'ni ijobiy shaklda pardozlab tasvirlansa, Xitoyning haddi hisobsiz nufuzi Amerika filmlari uchun g'oyat zo'r kelgusi tomoshabin va Hollywood uchun zo'r kirimdan derak berdi. Aksicha bo'lganda bu film Xitoyda tal-to'kis cheklab etiladi. Ana shu ravishda g'arbdagi sarxillar va fikr yetakchilari burunning uchini ko'rganligi yoki o'z manfaatini ko'zlaganligi sababli yana bir qatim Xitoyni kishilarga pardozlab ko'rsatdi. Albatta, bu dal Xitoyning kutganidek bo'lgan edi. Xitoyning 2007-yili o'zining havo rayi sun'iy hamrosini pachaqlab tashlashi, Xitoyning Amerika va ittifoqdoshlarining qarorini, shundaqla xalqaroliq chek-chegirning darajasini sinaydigan qasdallik bilan o'ttirg'i chiqarilgan, dunyoning ko'p qismi sal qargan va boshqacha ma'no bergan bir qator ogohlantirish o'qlarining tunjisidir. 2007-yildan buyon bu xildagi hodislar barg'ancha nomussizlik bilan atashga boshladi. Buning natijasida Sharq Osiyodagi jiddiylik vaziyati 2-dunyo urushidan keyingi eng yuqori chekka chiqdi. Xitoyning sun'iy hamrohga qarshi siniqidan keyin Xitoyning Amerikaga va uning yangi prezidenti Barak Obamaga qaratgan intonatsiyasida ko'rinarlik o'zgarish ko'rildi. 2009-yili dekabrda Obama klimat o'zgarishi to'g'risidagi yangi xalqaroliq siyosatni tasdiqlash uchun Kopenhagenga bordi. Yig'inga 192 davlatning vakillari qatnashgan edi. Xitoy rahbarlarining intonatsiyasida cho'ng o'zgarish bo'lganligini bu yig'inning alohidaligi deyishga bo'ladi. Xitoy rahbarlari yig'inda ko'rilib baqmagan darajadagi qo'pollikni ifoda qilib, necha yerda g'arb diplomatlarining so'zini bo'libdi. Muhokamalarga ijobiy ravishda ishtirok qilmadi. Xitoy bosh ministri Wen Jiabao suhbatlarning ko'pinchisiga ishtirok qilishni rad qilish orqali boshqa hukumatlarning amaldorlarini mansitmadi. Xitoy taraqqiy qilayotgan boshqa davlatlar bilan qo'shimcha kelishimnomalarni imzolash orqali umid qilingan klimat o'zgarishi kelishimiga qo'shilishdan yaltaydi. Bu hol mohiyatda yig'inning maqsadiga buzg'unchilik qildi va yig'inga qatnashuvchilarni hayron qoldirdi. Amerika amaldorlarining bayonicha, Xitoy Amerikaning tashabbuskorligiga to'sqinlik qilish uchun yig'in oxirlashganda Prezident Obamani chaqirmasdan o'z oldiga yig'in tashkillagan. Prezident Obama va davlat ishlar kotibi Hillary Clinton yig'in ahliga xabar qilinmasdan yig'inga kirganda Xitoyning bu plani oshkorlanib qolgan. Tayvan uzoqdan beri Amerika bilan Xitoy orasidagi talash-tartish temasi bo'lib keldi. Lekin 2010-yili yanvarning oxirida, ya'ni Obama hukumati Tayvanga 6 milliard 400 million dollarlik qurol setib berishni tasdiqlaganda, Xitoy Xalq Cumhuriyetining uzoqdan beri davomlashib kelayotgan bu xil qurol yaroq savdolariga e'tiroz bildirgan chog'dagi qattiq pozitsiyasi Amerika Tayvan munosabatining tamoman qaytadan qarab chiqilishiga sabab bo'ldi
va Amerika bilan Tayvan orasidagi qurol savdosining kelecegiga qarta gumon tug'dirdi. Xitoy bu savdoni Xitoyning ichki ishlarga qo'pollik bilan aralashish deb atadi. Bu Beijingning o'tmishdagi inkaslariga selishtirganda texmi bak jang e'lon qilish xarakterlik inkas bo'ldi. Shuningdan keyin Xitoy Amerika bilan qilgan harbiy ishlarga oid to'xtamlarning ijro qilinishini vaqtliq to'xtatib qo'ydi. Shundaqla Tayvanga material setib bergan ba'zi Amerika shirkatlariga embargo qo'ydi. Bu besimga bo'yin ekkan Obama hukumati keyingi qadamda ilg'or tipdagi F-16 urush aeroplanlarini Tayvanga setib bermaslikni qaror qildi. Davlat Majlisi a'zolari Obama hukumatining bu qarorini Xitoyga qarshi tik turmaslik deb aybladi. Natijada Obama hukumati Amerika va Xitoy o'rtasidagi askariy kelishimlarni kengaytdi. Xitoyning o'ziga bo'lgan ishonchisinin eshishi, Xitoy rahbarlarining foydali vaziyatning Xitoyning foydasiga qarab o'zgarganligi, Amerikaning ojizlashishi, o'zir kutgandanmi bakrak tezlashganligi tushunchasining mahsulidir. Bu tushuncha Xitoyning keng doiralik o'lchamlar orqali o'z davlatining umumiy xalqarалық kuchini mo'ljarlab chiqqanligining natijasi hisoblanadi. 2008-2009 yillardagi Wall ko'chisini manba qilgan iqtisodiy krizis Beijing uchun kelgusidan oldin bishorat bo'lgan. Xitoy analizchilari Amerika iqtisodining normallashishga qaytganligiga, biroq ikkinchilab burunqi holatiga yetolmayotganligiga, kelgusida dunyoviy iqtisodiy boshlamchilik oqibatda texmo tarqoqlashib, Amerika dollariga bo'lgan beqindichilikning bargancha tövallaydiganligiga ishongan. Xitoyning chet ellarda aktivlik bilan harakat qilishni boshlashdan ilgari izchil holda foydali vaziyatning o'ziga quchoq etishini saqlab kelishimi, uning chidamchan bo'lishdan iborat strategiya prinsipi bo'yicha ish ko'radiganligini, bu xildagi chidamchanlikqa necha 10 yil ketgan taqdirdami bu prinsipni davomlashtiradiganligini ifodalab berdi. Xitoyning hisob kitobining yuqorida bayon qilingandek ekanligini qo'llaydigan yep ushlardan biri Xitoy Markaziy komitetining tashqi ishlar mutaxassislaridan birining Xitoy rahbarlariga sungan 4 batlik maxfiy dokladidan iborat bo'lib, bu ish 2010-yili sunilgan doklad hisoblanadi. Mutaxassis dokladida kelgusi 10 yilda davlatimiz duch keladigan eng cho'ng tashqi strategiya xirisi qaysi degan savolga javob berishga tirishgan bo'lib, Amerika hukumati erishgan uchurlarga asoslanganda bu mutaxassis mazkur savolga Amerikaning cho'kishini qanday bartaraf qilish deb javob bergan. Mutaxassis dokladida Amerikani cho'kishga elib berish uchun qo'llaniladigan ba'zi taktikalarni muloyiza qilgan. Agar Amerika hukumati bu haqdagi to'g'ri uchurni qo'lga tushirdi degan taqdirda, bu mutaxassisning bayoni Xitoyning iqtisodiy jihatda Amerikadan eshib ketishi 10 yil ichida ro'yobga chiqadi ekan. Xitoyning 2012-yili Amerika hukumatining harbiy kuch tangpungligi Xitoy tarafga qarab eg'iyotidi degan yakun chiqarilgan bir tadqiqotiga qaytirgan inkasi Amerikaning ojizlashayotganligiga aloqador yana bir dalilidir. Yuqorqi yakun David Compert va Philip Saundersning 2011-yili Amerika Davlat Mudofaa Universiteti tarafidan nashr qilingan kuch qarshiligi ojizlikqa to'lgan davrdagi Xitoy bilan
Amerikaning strategiyalik səvirçanlıqı degan nopozluq kitabıdımı bayan qılınğan. Xitaylar bu kitabni Xitaycha nashr qilib taqatqan. Ular chet ellik ziyoratchilarga Amerikaning kontrol qilish taklifi siyosatiga qo'shilmaydiganligini, biroq Amerikaning askariy kuch jihatda ojizlashib, Xitoyning bo'lsa atom kuchi, tor hujumi va olam bo'shligi qurollari jihatda kuchayganligini ochiq yo'riq holda tan elishiga opirin o'qiydiganligini bildirishgan. Xitoy rahbarlari menga kitobning xulosasining bir bishorat ekanligini aytgan edi. Ularning deyishicha, bu kitobda Amerika hukumati Xitoyning rayonlik askariy tangpongliq kuchini o'z manfaatiga texmi uyg'un shaklda o'zgartishda muvaffaqiyat qozonganligini tan olgan. Haqiqatan Xitoydagi ko'plagan siyosiy va harbiy arboblar Amerikaning Xitoyning qanchalik darajada kuchayib ketganligi to'g'risidagi baholar sabablik hayronlikqa cho'mgan. Men 2012 va 2013 yillari Beyjingda anglagan mulohazalarim asosida bu tadqiqotning kutilmaganda askariy tangpongliq jihatdagi yangi yuzlanishdan foydalanadigan vaqt keldimi yo'q degan masala ustida munozirlashib kelayotgan Xitoy ofitserlarini dalil isbot bilan ta'minlab berganligini xulosaladim. Anglashimcha, Xitoy hukumatidagi va harbiy sohadagi ko'plagan shaxslar bu kitobdagi Amerikaning Xitoyning bosh ko'tarishini to'sib qilishga, ittifoqdoshlari va kuch orqali Xitoyni qo'rshib olishga yoki Xitoy Amerika sovuq urushini qo'zg'ashga nisbatan ishtihosi yo'q deyarlik degan ko'z qarashga ishonmaydi ekan. Xitoydagi ushbu shaxslarning qarashicha, rostila shundoq bo'lgan bo'lsa, bak yaxshi bo'lar ekan. Biroq bu ko'z qarash qarmoqqa Xitoyning terisiga sig'may qolishi uchun qasddanlik bilan o'tirib qo'yilgan yog'lama fikr bo'lish ehtimoli yuqori ekan. Biroq bu kitobning avtorining askariy tangponliqning Xitoyga qarta burilayotganligi to'g'risidagi fikriga ofirin o'qiydi ekan. Ular yana Amerika hukumatining Amerikaning cho'kishiga oid dalillarni nimishqa oshkorlaganligidan, shundaqla Amerikaning nuqtasidan qaraganda o'ziga foydali vaziyat yaratishga oid passiv bahodan gangrab qopti. Ular mening ikki avtorning faqat o'z ko'z qarashini bayon qilganligi to'g'risidagi bayonlarimni rad qildi. Xitoyning harbiy amaldorlari va olimlarini mening bu kitobdagi bayonlarni Amerika hukumatining strategiya jakarnomasi emas, faqatla ikki avtorning shaxsiy ko'z qarashi deb qaraganligimni bir necha yig'inlarda masxir qilishganmi bo'ldi. Ular mening deganlarimga kulishdi va avtorlarning birining Prezident Obamaning Davlat bexatarligi komitetidagi mo'yim odami Evan Medeiros-ning do'st ekanligini va uning bilan birlikda bir maqolani birga yozganligini biladiganligini aytdi. Xitoylarning nazarda kitobning yana bir avtorimi nopozliq shaxs hisoblanadi. U Amerika davlatlik bosh nazoratchisi Dennis Blairning yordamchisi bo'lib, u Tinch okean qo'mondonlik shtabining bosh qo'mondoni bo'lgan. Ular buni Xitoyga berilgan bir uchur, kuch tangponligining Xitoyga siljayotganligini, shundaqla o'ziga foydali vaziyat yaratishning o'zgarishini bildiradigan bir signal deb qaragan. Xitoy mazkur kitobdagi Xitoyning yadro quroli orqali qaytarma zarba berish iqtidorining kuchayishiga ergishib, Amerikaning Xitoyni cho'chitib, Tayvanga hujum qilg'izmaslik uchun qilgan yadro qurolini taraqqiy qildirish tahdidlari
allaqachon ahamiyatini yo'qotdi. Shundaqla bu xil tahdid kelgusida texmi ojizlashidi degan yakunni to'g'ri ko'rgan. Biroq ular Amerikaning bundaq salbiy bayqashni nima uchun avomga oshkorlaganligidan hayron qolgan. Kuch tangponligini qandaq tushunish jihatda Amerika bilan Xitoy orasida ixtilof ko'rilganligini tushunish tas emas. Qandaqla bo'lmasin, ikki davlat o'xshamagan strategiya bo'yicha harakat qildi va bir-biriga o'xshaydigan tahdidga duch kelmadi. Shu vajidan bu ikki davlat kuchiga baho berganda o'xshash omillar bo'yicha baho berishi mumkin emas. 1982-yili 5 burchaklik binoning sap mo'lcharlash ishxonasining mudiri Andrew Marshall Sovet ittifoqi bilan Amerikaning darjidan tashqari kuchli davlatlarning strategik tangponligini mo'lcharlashdagi farq to'g'risidagi asrda monolarni ko'rsatgan. Strategiya tangponligini mo'lcharlashdagi asosiy o'lcham bizning strategik tangponlikni mo'lcharlashda Sovetga qaratgan o'lchimimiz bo'lishi kerak. Biroq bu Amerikaning nisbatan farqliq faraz bo'yicha ilib boradigan o'lchimini asos qilmasligi kerak. Sovetning kuch tangponligini o'lchishi real sharoit va nishon to'g'risida o'xshamagan ko'z farazlarni o'ttirg'a qo'yib, o'xshamagan o'zgarishchan miqdorlarga e'tibor bergan. Boshqa xil hisoblash usulini qo'llangan va unumchanligi yuqori o'lchamlarga murojaat qilgan bo'lishi mumkin. Balkim yana boshqa usullar orqali jarayon va metodlarga baho bergan bo'lishi mumkin. Natijada Sovet ittifoqining mo'lcharlashi Amerikaning mo'lcharlashi bilan tubdan farqli bo'lib chiqdi. Davomi bor.